Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari, biz o'tgan darsimizda al artikl haqida qisqacha to'xtalib o'tdik. Al artikli qachon so'zlarga kiradi va so'zlarga kirganda qanday vazifani bajarishi haqida ma'lumotlarni o'rgandik. Va bugun quyosh va oy harflarini o'rganamiz inshaalloh. Demak, boshladik. Avvalambor o'qib olamiz. Quyosh va oy harflari. Bir kuni 28 ta arab harflarining yarmi quyoshning oldiga borishdi va biz quyosh harflar bo'lamiz deyishdi. Shundan keyin ularni hamma shamsiy harflar deb atay boshladi. Qolgan yarmi esa oyning oldiga borishdi va biz oy harflar bo'lamiz deyishdi. Shundan keyin ularni hamma qamariy harflar deb atay boshladi. Shamsiy harflar bilan boshlangan so'zlarning oldiga al artikli kelganda alning lamini shu shamsiy harf kabi aytiladi. Yozuvda shamsiy harfning ustiga shadda qo'yiladi va ikkilantirib o'qiladi. Qamariy harflar bilan boshlangan so'zlarning oldiga al artikli kelganda esa lam o'qiladi. Demak, o'tgan darslarimizda aytib o'tganimizdek, bu kitob asosan yosh bolalar uchun mo'ljallanganligi uchun qoidalarni ham hikoya tarzida bayon qilishgan. Endi biz bu kitobni o'zimiz uchun moslashtirsak, demak, bunday deymiz. Alifboda 28 ta harflar bor. Ya'ni 28 ta siz bilgan harflar. Bular talaffuz jihatidan ikki qismga bo'linadi. Shamsiy va qamariy. Ya'ni 14 tasi shamsiy harf va 14 tasi qamariy harf deyiladi. Demak, shamsiy harf deganda biz mana bu quyoshni atrofidagi harflarni nazarda tutamiz. Mana shu quyoshni atrofida 14 ta harfni aks ettirilgan. Demak, avvalambor shamsiy harf haqida gaplashib olamiz, keyin esa qamariy harf haqida gaplashamiz. Harflar haqida. Mazkur harflar bilan boshlangan so'zlarga, ya'ni shamsiy harflar bilan boshlangan so'zlarga al artikli qo'shib talaffuz qilinganida al artiklini lamini talaffuz qilinmaydi, balki undan keyingi harfga, ya'ni shamsiy harfni ikkilantirib, ya'ni undan keyingi harfga, ya'ni lamdan keyingi harfga shadda berib ketiladi. Misol uchun, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Formula tarzida berilgan al artikli bu yerda plus darsun. Demak, so'z darsun so'zi qaysi harf bilan boshlanyapti? Dal harfi bilan boshlanyapti. Dal harfi esa, demak, kuzatamiz. Qaysi harflar sirasiga kirar ekan? Shamsiy harflar orasidan axtarsak, demak, dal shamsiy harflardan. Va buni talaffuz qilishda esa undan oldin al artikli kirgan bo'lsa, nima qilamiz? Lamni o'qimasdan dalni ikkilantirib o'qib ketamiz. Ya'ni ad-darsu. Al-darsu emas, ad-darsu bo'ladi. Tushundikmi? Xo'p, mana shunday. Yoki boshqa so'zlar bilan talaffuz qilsak, an-nur yoki nima? Ad-dalvu va ash-shamsu so'zini o'zi ham talaffuz qilishda lamni aytmasdan, balki undan keyingi harfni ikkilantirib talaffuz qilinadi. Ana endi qamariy harflarga to'xtaladigan bo'lsak, qamariy harflar bilan boshlangan so'zlarga al artiklini qo'shib talaffuz qilinayotganda
al artiklining lamini talaffuz qilinadi. Ya'ni aniq va ravshan talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi bildirib. Misol uchun ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda qamariy harf bilan boshlangan so'zlarning oldiga al artikli kelganda esa lamni o'qiladi deb formula tarzida berilgan. Bu ham ko'rib chiqamiz. Al artikli beluz kitabun. Demak, kitabun so'zi kaf harfi bilan boshlanyapti. Va kaf harfini axtarsak, qamariy harflarni orasidan topdik. Demak, buni talaffuz qilishda al kitabu deymiz. Al kitabu. Ya'ni kafni shamsiy harflar bilan boshlangan so'zlardagi kabi tashdidlantirib emas, balki undan oldingi lamni aniq va ravshan bildirib ketamiz. Yoki boshqa misollar bilan aytadigan bo'lsak, al qalamu bo'lishi mumkin. Qof ham mana qamariy harflarda yoki al g'urfatu deyish mumkin. G'oyin harf ham qamariy harflar qatorida turibdi. Va oxirida eslatma qisqacha mana shuni o'zingiz uchun qoidani xulosasi qilib olsangiz ham bo'ladi. Oy harflarida lam o'qiladi, quyosh harflarida o'qilmaydi. Mana shu qisqacha xulosa bo'ladi. Va biz bu harflarni ajratib olishlik uchun qaysi harf shamsiy harf va qaysi harf qamariy harfligini bilishimiz uchun bu harflarni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Inshaalloh foydali bo'lgan bo'lsa, avvalo duo qilib qo'yasiz va kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Ma'assalama ila liqo. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.